70 kilovatli kotyolimiz mana shu xonadonga o'rnatildi. Kvadratli kotyollarımizga o'rtacha 50 kilo, 60 kilo rasxod aytamiz. Sutkalik rasxod. Kimdadir ko'p, kimdadir oz bo'ladi. Ya'ni shu aytganimdek ko'mirning sifatiga, ko'mirning quruqligiga, xonadonni izolyatsiyasiga qaraladi. Ichki devori ham, tashqi devori ham 4 mm listdan bo'lgan, горячий. Hatto buni eshiklari ham to'rli bo'lgan. Sizlar uchun qo'shimcha avtomatlar, qo'shimcha sistemalar qilib qo'yishga buni maslahat beramiz. Mana kotyol qo'yilgan xonadonda shunaqangi bitta shit terilsa yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, qadrdonlar. Bugun o'zimizga yaqin bo'lgan joydagi xonadonga 70 kilovatlik Zember kotyolimizdan bergan edik. Ustagalarimiz chiroyli qilib o'rnatib, sistemalarni zo'r qilib terib qo'yishibdi. Bularni video qilib, bir qator ko'rsatish uchun keldik. O'zi odatda kotyollarni borib yoqib bermasdik, lekin o'zimizga yaqin bo'lganligi uchun, ishdan qaytishda bemalol bo'lganligi uchun hozirgi kunda vaqtimiz. Bir qator ko'rib, tekshirib, yoqib, sizlarga video taqdim etamiz. 70 kilovatli kotyolimiz Zember brendi ostida. Bunkerni kattaroqdan berganmiz. 900 kvadratlik kotyolimizni bunkerini berdik, ya'ni ko'proq ko'mir sig'ish uchun. Bunga 250-300 kiloga yaqin ko'mir sig'adi. O'zi odatda bu 70 kilovatlilarnikiga 200 kilo atrofida ko'mir sig'ardi. Uni ham bunkeri mana shu atrofda turadi. Taxminan bir 15 sm atrofida bo'yi kichikroq bo'ladi. Miyalari o'zimizni tergan miyalarimizdan, ya'ni nimadir holat bo'lib qolsa, zapchastni bemalol almashtirsa bo'ladigan holatda. Juda shinakni bossak o'tadi, bu ventilyatorni baland-past qiladi. Hozir ishlatib qo'yganmiz. Ventilyatorlarni ko'ringlar. Katta ventilyatordan yetarli darajada havo berish uchun bu katta bo'lish kerak. Bu 330 vatlik. 330 vatlik kattadan. Hozir motorlar orqa tarafda ekan, bu двойной reduktor bo'ladi. Ikkita reduktorli katta motor, 0.37 vatli motor. 0.37 kilovatlik. 370 vatga to'g'ri keladi. Bitta 50, bitta 40. Hozir orqasida qolgan, motorga xalaqit bermaslik uchun bu tarafga qo'yib qo'ydik. Hop, ko'mirlar solib qo'yganmiz. Maslahat beramizki, imkoni boricha Qozog'iston Shubarkul ko'miridan yoqishlarni deb maslahat beramiz. Qirg'iziston ham bo'ladi, lekin Qirg'iziston ko'mirlari asosan mayda kukuni bo'lsa, ishlak bo'lib qolib, ko'pchilikda qiynayapti qishda. Shuning uchun iloji boricha Shubarkul yoqqanlar yaxshi. O'zimiz ham Shubarkul ko'mirdan yoqamiz bir necha yildan buyon. Hozir o'zi uncha ko'p bo'lmadi yoqqanimizga, mana o'tinlar endi cho'g' bo'lib ko'mirga o'tyapti cho'g'i. Hozir kuchaygandan keyin ham bir qator ochib ko'rsatamiz. Tag qismida ikkita qatorda 7 tadan 14 ta turbasi bo'ladi bularda. Tag qismida 7 tadan 14 ta turbasi bo'ladi. Hozirgi yangi variantlarni 6 tadanga kamaytirdik, ya'ni tozalash oson bo'lishi uchun. Bular ilgarigi birinchi chiqqan 70 kilovatlilarimizdan. Tepa qismida 4 ta teplameynik. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta. Bu ham uzun-uzun, katta 4 ta teplameynik. Orqa tarafda tepa qismida ham eshigi bor. Bundan oldingi videolarda ham ko'rsatganimiz katta kotyollarimizni vertikaliga ham ikkita teplameynik tushgan, uzun-uzun. 1 metrdan ozgina oshiqroq ikkita teplameynik bor, 1 metr atrofida. 4 ta teplameynikdan chiqadi issiq, vertikaliga ham ikkita teplameynikni o'tadi. Bu demoxodga juda kam miqdorda issiqlik chiqadi. Asosiy issiqlikni teplameyniklar olib qoladi. Shuni hisobiga rasxod kamayadi. Listlariga kelsak, biz doimiydek to'rli list ishlatamiz. Mayda kotyollarimizga ham, katta kotyollarimizga ham to'rli ishlatyapmiz. 70 kilovatligimizda ham shunaqa. Ichki devori ham, tashqi devori ham 4 mm listdan bo'lgan, горячий. Hatto buni eshiklari ham to'rli bo'lgan. Mana 2 qavat to'rlik va bunga o'rta eshigiga yana qo'shimcha yana bir qavat to'rli list qo'yganmiz himoya uchun. Ko'proq o'rta eshigi ko'proq issiqni o'ziga qabul qilganligi uchun 3-qavatdagi listimiz ham himoya qilib turadi. Ichlariga azbiz plastinka qo'yganmiz, u issiqlikni yana ham kotyolning ichida qolishini ta'minlaydi. Obshipkalari ust tarafda ham, yonida ham o'ralgan listdan qilganmiz, uni ham tunukadan emas. Ichi mini vata bilan utyuklik qilganmiz. Hozir mana kotyolxonani ajoyib chiroyli qilib joylashtirishgan, ixcham, chiroyli, kotyolga mos, juda ham mos bo'lgan. Tashqarida tursa ham bitta navesda o'zi bo'lsa bo'ldi. To'g'ridan to'g'ri ustiga suv tushmasa, navesda o'zida bo'lsa turaveradi, chunki utyuklik qilingan.
issiqlik yo'qotishi ancha kam. Aytib o'tganimdek, 4 ta gorizontal, 2 ta vertikaliga teplamlik bor. 2 ta vertikaldagi teplamligi metraji 1 metrlar atrofida. Bunkerda aytib o'tdim, listani aytib o'tdim. Miyalarni ham shu o'zimiz tergan miyadan funksionalni zapchastlarni almashtirsa bo'ladi. Hozir o'zi yoqqanimizga hech qancha bo'lgani yo'q. Shu 40 gradusga chiqqan, 50 gradusda o'chadi. Hozir 50 gradusga chiqqanda o'chadi, mana 50 ga qo'yib qo'yilgan. Bu yog'i mana nasosdan ulanyapti, sistema bu yoqqa o'tyapti. Terilgan holatlarni ko'rsalar, juda ajoyib, chiroyli terib qo'yishgan ustakalarimiz. Bu boylerni ham aytib o'taylik. Boylerni ham tavsiya qilamiz. Kotyor qo'yilgan xonadonga bitta boyler qo'yilishi kerak. Shart emas-ku, qo'yilsa yaxshi bo'ladi. Chunki yozda ariston vazifasini, qishda aristonni toki o'chirib qo'yilganda ham ichidan kotyordan issiq suv o'tib, kotyoldagi gradus bunda ham ta'minlanadi. Misol kotyor 55-60 gradusga qo'yilgan bo'lsa, bunda ham ichida doimiy 55-60 gradusda suv bo'ladi. O'sha kranni jumlayda ochilganda uylardagi suvlar ham, oshxonadagilar ham to'g'ridan-to'g'ri shu gradusda suv yetib boradi. Mana motori qo'yilgan. Yana xavfsizlik uchun zo'r yechim qilishgan. Xavfsizlik uchun qo'shimcha avtomatlar, qo'shimcha sistemalar qilib qo'yishgan. Buni ham maslahat beramiz. Mana kotyor qo'yilgan xonadonda shunaqangi bitta shit terilsa yaxshi. Juda ham chiroyli, juda ham yaxshi holatda bo'ladi. 70 kilovatli kotyorimiz. Bu xonadonimizni ichkarilarini ko'rsatamiz. Radiatorlari, sistemalar, xonadonlari bemalol yetkazib beradi. Ko'plik pollariga, radiatorlariga zapasi bilan berilgan 70 kilovat zapasi bilan bo'ldi. Keyin rasxodini aytib o'tmoqman. Buni rasxodi sutkasiga 100-120 kilo atrofida. Bu ham xonadonda utiblit holatiga qaraladi. Aniq bir rasxod shunaqa bo'ladi, bundan o'tmaydi deyish qiyin. Bu 3 ta faktorga ko'ra, ya'ni xonadonda, ya'ni uyda utiblit holatiga, izolyatsiyasiga qaraladi. Havoni gradusiga qaraladi va ko'mirni holatiga. Mana shu 3 ta narsa rasxodda belgilaydi. Shularni hisobga olganda biz o'rtacha shu 120 kilo atrofida beramiz. Kichkina kotyorlarga, misol 200 kvadratli kotyorlarimizga o'rtacha 50 kilo, 60 kilo rasxod aytamiz. Sutkalik rasxodi. Kimdadir ko'p, kimdadir oz bo'ladi. Ya'ni o'sha aytganimdek, ko'mirning sifatiga, ko'mirning quruqligiga, xonadonning izolyatsiyasiga qaraladi. Akalar, 70 kilovatli kotyorimiz mana shu xonadonga o'rnatildi. Hozir ichkarilarini ham bir qator kirib ko'rsataman. Ustalar ham o'z tashqi fasadini ancha qismini bo'lib qolishibdi, ichkarida ishlar olib borishyapti, lesalar ham anchasi bo'shabdi. 2 etajli, jami kvadrati 400 kvadrat atrofida. 400 kvadrat atrofida jami kvadrati. Xo'p, bu xona ham kattagina ekan. 10 metr atrofida 2 ta katta radiator qo'yilgan. 2 metr atrofidagi radiator ekan. Yaxshi qilishibdi uni. Salafan klyonkasini olmasdan, отделкадан chiqqandan keyin qator olib tashlashaveradi. 2 ta radiator, katta radiator qo'yilgan. Bu ham uzungina xona ekan. Hop, bu tarafda ham oynani oldida o'ziga mos bitta radiator, bu yoq sanuzelda ham bo'lsa kerak. Bu ham isib qolgan. Hozir pastda mana bu ham isib qolibdi, qizib qolibdi. Bu ikkinchi etajimiz. Hamma xonada radiator bor. Bu joyda 2 ta. Hop, chap tarafda ham bitta xona, bu yerda ham kichkina, katta. Bu yerda ham 3 ta radiator bor ekan. Oynani oldida kichkina 2 ta, bu yoqda bitta. Bu juda ham chiroyli, loyihasi zo'r bo'libdi. Bu joyda oynani oldida bitta. Bu ixchamgina spalniy. Bu yerda ham bitta qo'yilgan ekan. Bu oynani oldida ham bitta radiator. Hamma xonada radiator bor. O'sha isib qoldi. Hozir kotyorimiz o'z gradusga chiqib o'chadi. Juda ixcham, kompaktli loyiha bo'lgan. Mana shu xonadonimiz 400 kvadrat atrofida.